Rossiyadan juda ham arzon bo'lgan lapsha taxtalarimizda yetib keldi, hurmatli akalar. Bu taxtalar, lapsha taxtalar nimaga ishlaydi desani, qurilish paytida tom yopgan bo'lsa-na, tominaga tunka qiladigan bo'lsa-na, tunkantagi mana shunaqangi lapsha taxtalari ishlaydi. Akalar, razmerlari 78 ga 1.8, uzunligi 4 metrli lapsha taxtalarimiz narxi juda ham arzon keldi, hurmatli akalar. Sizlarni kvadratinaga, sizlarni tominaga, xudo xolasa yaxshi xizmat qiladigandan olib keltirganmiz. Akalar, krallarimiz tayyor, joylarimizni ochib qo'yganmiz. Kачество zo'r lapsha taxtalarimizdan keldi. Akalar, hozir buni tushiramiz. Kimga shunaqangi taxta kerak bo'lsa, nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Narxi videoning oxirida bo'ladi, hurmatli akalar. Sizlar ungacha tushish jarayonidan qisqacha videolar qo'yib ko'rsataman. Videoga bitta like bosib, akalar, kommentariyaga o'zingizning fikringizni yozinglar. Kim qurilish qilayotgan bo'lsa, qanaqa razmerda taxta kerak bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsani, men narxi bilan birga xudo xolasa video qilib, imенно sizlar uchun chiqarib beraman, akalar. Taxtalarimizdan, hurmatli akalar, oxirgi pachkalar tushdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu taxtamizning narxini xudo xolasa 25 so'mdan qilib beramiz. Kimga qancha kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Sifati juda ham zo'rdan, sizlarning xudo xolasa tominaga yaxshi xizmat qiladi.